رمضان سايبنا ورايح فين؟ يا شهر واحد مش شهرين، يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. O'tgan darsimizda farz namozlari va ularni muhofaza qilishning savobi haqidagi hadislarni o'qib o'rgangan edik. Bugun ham inshaalloh ana shu hadislarning davomini o'qishlikda davom etamiz. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. رواه البخاري ومسلم. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Dedi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir kishi keldi va aytdiki: "Ey Rasululloh, men Alloh taolo jazo belgilagan gunohlardan birini qilib qo'ydim. Menga shu hadni qoyim qiling, ya'ni jazoimni bering." Namoz vaqti hozir bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan u ham birga namoz o'qidi. Namoz tugagach aytdiki: "Ey Rasululloh, men Alloh taolo jazo belgilagan bir gunohni qildim. Menga Alloh taoloning kitobini qoyim qiling. Ya'ni Alloh taolo menga men qilgan gunohga nima jazo belgilagan bo'lsa, shu jazoni menga ijro qiling" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki: "Sen biz bilan namoz o'qidingmi? Ya'ni namozda hozir bo'ldingmi?" U ha dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki: "Sening gunohing kechirildi." Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Bu hadisda kelgan odam Alloh taolo jazo belgilagan deb aytgan narsa bu zino, aroq ichish va shunga o'xshagan bir katta gunoh emaski, uning jazosini qo'llansa. Bu o'zi qilgan ishni shunday bir katta gunoh deb o'yladi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan jazoni qo'llashini, shu Alloh taolo belgilagan hukmni ijro qilishlarini so'radi. Bu yerda tafsiloti kelmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga u nima ish qilganligini aytgan boshqa rivoyatda. Bundan ko'ra keyinroq rivoyatda aytgan. Shunda u bir ayoldan bir bo'sa olgan bo'ladi va shunga o'xshagan ishlarni qilgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozdan oldin javob bermaydilar. Keyin oyat nozil bo'ladi. Namozdan keyin ana unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga "Bo'ldi, shu o'qigan namozing bilan gunohing kechirildi" deb aytadilar. Ya'ni bu hadis dalolat qilyapti. Inshaalloh bu keyingi hadisda buni tafsiloti keladi. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى: "وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات". فقال الرجل: "إلي هذا يا رسول الله؟" قال: "لجميع أمتي كلهم". رواه البخاري ومسلم. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Bir odam bir ayoldan bo'sa olibdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib buning xabarini berdi. Shunda Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga buyurib: "Siz kunduzning ikki tomonida, ertalab ham kechki paytda ham
va kechqurundan 1 soatda namozni qoim qiling, ado qiling. Hasanotlar sayyiatlarni ketkazadilar degan ma'nodagi oyatni nozil qildi. Shunda bu odam so'radiki, ey Rasululloh, bu oyat men uchunmi? Buning hukmi men uchunmi? Deganda, yo'q. Bu mening ummatimning hammasi uchun deb aytdilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Demak, bu odam o'ziga halol bo'lmagan begona ayoldan bo'sa olgandi. Ya'ni uni o'pgandi va qilgan ishiga pushaymon bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelgandi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatlarni tushirdi. Hasanotlar, ya'ni namozlar, sayyiatlarni, gunoh kabira bo'lmagan gunoh sag'iralarni ketkizib yuborishligi haqidagi oyatni nozil qildi va bu musulmonlar uchun katta bir xushxabar bo'ldi. Bu Marvazi rahimahulloh Ta'zim Qadr Salat nomli kitoblarida bu kishining qissasini juda ham batafsil keltirganlar. Ya'ni namozning qadrini ulug'lash nomli kitobida namozning qadri qanchalik ulug'ligini. Shunda juda ham ko'p rivoyatlarni keltiradilar mana shu odam haqida. Bu odam xurmo sotuvchi bo'ladi. Bir ayol kelib bundan xurmo sotib olmoqchi bo'ladi. Shunda u aytadiki, agar istasang uyda, ya'ni uyimda bundan ko'ra yaxshirog'i bor. O'shini beraman dedi. Ayol soddalik qilib, xo'p, yaxshi, mayli dedi. Unday bo'lsa yur orqamdan dedi. Ortidan boradi. Uyiga yetgan paytda eshigini ochadi-da, ichkaridan turib, kir bu yoqqa dedi. Bu ayol ham endi xurmo olish maqsadida eshikdan hatlab kiradi. Eshikdan kirishiga u eshikni berkitadi ichkaridan va u ayol bilan jamoadan boshqa hamma ishni qiladi. So'ngra bu qilgan ishidan juda ham qattiq pushaymon bo'ladi. Ya'ni shaytonning vasvasasi, vasvasa ustida qilar ishni qildi. Keyin o'ziga kelgandan keyin pushaymon bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keladi. Va bu qilgan ishini ya'ni go'yoki bir zino qildim deb o'ylaydi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hammasini aytib beradi. Nima qilding? Shu ishlarni qildim. Ya'ni erkak ayoli bilan qiladigan hamma ishni qildim, faqat jimodan boshqasini deb aytadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga javob bermaydilar. Namoz vaqti bo'ladi, namoz o'qiydilar. Namozdan keyin shu oyatlar nozil bo'ladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali odamni chaqiringlar deydilar va u odamga shu oyatlarni o'qib beradilar va ana shu qilgan ishlaringni hammasiga shu hozirgi o'qigan namozing kafforat bo'ldi, ularni yuvib tashladi deydilar. Bu mo'min musulmon odamga xushxabar bo'lish kerak. Shaytoniy fikrlar kelishmas, xursand bo'lish kerak. Ya'ni namoz, o'zini o'qigan namozi shunday kuchli ekanki, shunchalik gunohlarni ham yuvib yuborar ekan. U o'ylamasinki, bo'lmasa men hamma ishni qilaman, ana undan keyin bitta namoz o'qib qo'ysam bo'ldi deb o'ylamasin. U o'qigan namoz u gunohlarni yuvadimi yoki yuvmaydimi? Bu bir. Ikkinchidan, o'tgan darsda aytib o'tdik, ulamolarda ba'zi birlar aytganki, agar gunoh kabira qilmagan bo'lsagina farz namozlar gunoh sag'iralarga kafforat bo'ladi deyilgan, lekin bu so'z marjuh so'z, namozlar kafforat bo'laveradi. Gunoh sag'irani qasddan qilib yurish, unda davom etish gunoh kabiraga aylantiradi. Shuning uchun insonga bu shaytoniy fikrlar kelish kerak emas, balki rahmoniy fikr kelib, Alloh taoloning fazl marhamatidan xursand bo'lish kerak. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم. وزاد ابن خزيمة في رواية له بنحوه فاغفر لهم يوم الدين. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: sizlarda, ya'ni sizlarning ichingizda kechasida bir jamoa farishtalar, kunduzda bir jamoa farishtalar almashib turadilar. Ular fajr namozida va asr namozida jamlanishadi. So'ngra sizlarda tunagan farishtalar osmonga ko'tariladilar. Robbilari ulardan so'raydi, holbuki u sizlarni ulardan ko'ra yaxshiroq biluvchidir. Mening bandalarimni qanday holda qoldirdinglar? Ular aytadilarki, biz ularni namoz o'qiyotgan hollarda qoldirdik va ularning oldiga ham namoz o'qiyotgan hollarda borgandik. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ibn Xuzayma o'zining rivoyatida mana bu ziyodani ham keltirganki, farishtalar aytishadiki, ularni qiyomat kunida gunohlarini mag'firat qilgan deyshadi. وعن زهير بن عمارة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. Zuhayr ibn Amara radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Dedilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday deyotganlarini eshitdim. Quyosh chiqishidan avval va quyosh botishidan avval namoz o'qigan biron kishi hech qachon do'zaxga kirmaydi, ya'ni o'tga kirmaydi. Ya'ni fajr va asr namozlarini o'qigan bo'lsa. Imom Muslim rivoyatlari. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه الله على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Kim fajr namozini, subh namozini o'qisa, u Alloh taoloning zimmasida. Alloh taolo sizlardan o'z zimmasi uchun biror narsani talab qilmadi. Alloh taolo o'z zimmasidan biror narsani undan talab qiladigan bo'lsa, albatta u narsa unga yetadi. So'ngra uni Alloh taolo yuzi bilan do'zax o'tiga, jahannam o'tiga otadi. Imom Muslim rivoyati. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, Alloh taolo shu fajrni o'qigan odamni Alloh taolo o'z zimmasida bo'lishini aytayapti. Alloh taolo shu zimmasini berish, zimma degani kafolati, omonligi, Alloh taoloning omonligida. Omonligini berish uchun Alloh taolo buni evaziga biron narsani so'ramayapti. Agar Alloh taolo bir narsani so'raganda, u o'sha so'ragan narsasini qila olmas edi u odam, u banda. Shu bilan qila olmasda Alloh taolo endi qila olmaganligi uchun uni do'zax o'tiga otgan bo'lardi. Bu fajr namozini o'qishning juda ham katta fazilati bor ekanligi, fajr namozini o'qigan odam Alloh taoloning kafolatida, Alloh taoloning omonligida ekanligiga dalolat qilyapti. Odamlar o'ziga o'xshagan insonlarning kafolatini istab yurishadi. Kim meni himoyasiga olarkin deb. Fajrni o'qing, siz Alloh taoloning himoyasidasiz. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين يعني العصر. رواه مسلم. Muaviyat ibn al-Hakam radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Dedilar:
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: mana bu namoz, ya'ni asr namozi, sizlardan avvalgi ummatlarga arz qilindi, berildi. Ular uni zoya qilishdi. Kim bu namozni muhofaza qiladigan bo'lsa, u uchun ajri 2 marotaba bo'ladi. Imom Muslim rivoyatlari. Bu asr namoziga alohida e'tibor berib o'qishlikka dalolat qilyapti. Alloh subhanahu va taolo o'qib o'tgan hadislarimizga chiroyli amal qilishni nasib aylasin. Bu namozlarning aytilgan fazillari, garchi biz ularni bilmasak-da, buni qalbimizda bu narsalarni e'tiqod qilmasak-da, Alloh taolo beradigan fazilatlardir. Lekin biz bularni bilib o'rgandik, yana ham amalga tirishmoqlik, yana ham jiddiy jahd qilish va qilayotgan ishlarimizni fazilatini bilishlik uchun Alloh taolo barchamizga bildirsin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.